Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men BDV 815 kanalimga yangi video qo'yapman do'stlar. Mana bugun World Block Craft degan o'yinda qanday qilib server ochsa bo'ladi degan gapga javob topamiz. Manandek newga kiramiz. Mana bunga kiramiz. Undan keyin mana ismiga xohlaganingizni yozasizlar. Men BDV 815 deb yozib qo'yaman. Çizgiçi 815. Şunday qilib yozaman. Keyin mana yerga bosh xatta bilan bo'ladi. Play nuqta pvp craft ru yaqibdan bosasiz ad serverni bosasiz. Unda mana bitta serverga kirdi. Mana do'stlar bitta serverga kirdi. Do'stlar kim biladi, mana shunday qizil cho'ldi tog'lar, mana bunday tog'lar chiqsa, o'shani tagini qazib ketaversa oltin ko'p chiqadi shuni tagidan. Masalan, o'zi bitta oltin topishga harakat qilaman. Onlar ham topganman. Mana oldu. Bak burada yazma. Anakey. Şurada kulüp. Şurada çıkan tip hastayım. Bana kadar olacak. Do'stlar, mana shunday laval joylarda olma shunday narsalar ko'rib chiqadi. Mana oldi, mana do'stlar olmaz, mana olmaz. Şu olmaz hozir. Mana ham bor olmaz. Men xullas mana shunday joylarda ko'p olmaz, oltinlar ko'p uchraydi. Temir ham ko'pincha uchraydi. Mana temir. Aşağı koyulacak. Yine öyle çık bir tanesi. Ben çıktım. Boyamın kayada kaldım. Aman do'stlar, boyamın ben nerede kaldım? O böyle bir yerden çıkayım. Bir yerden. Bir yerden çıktım. Bir yerden kırgan edim. Do'stlar, sizlar bilan men BDV 815 keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.